Agar o'shanda unga xiyonat qilishmaganda, o'sha davrdagi vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin edi. U Birinchi jahon urushi davridagi qo'zg'olonlarda faol ishtirok etganligi uchun Sibirga surgun qiladi. Sibirdan qaytgandan so'ng esa o'lkadagi mustamlakachilik jabr zulmini va adolatsizligini ko'rib, atrofida odamlar yig'a boshladi va uning qo'shinlari soni 20 ming nafarga yetdi va u Amir al-Muslimin unvoniga sazovor bo'ldi. Bu insonni ko'pchilik yoshlarimiz tanimasa ham kerak. Bu inson ruslarning qo'rqinchli tushiga aylangan Madaminbek edi. Madaminbek uddaburon tadbirkor va siyosatchilik fazilatlariga ega edi. Bu xavfni ko'ra bilgan ruslar Madaminbekka sulh taklif qilishadi. Va bu sulhga ko'plab o'limlarni ko'rgan Madaminbek rozi bo'ladi. Bu sulh 1920-yilda Skobelov shahrida imzolanadi. Turkiyalik tarixchi Ali Bodomchining Qo'rboshlar asarida keltirilishicha, ruslar tomonidan yollangan Soyib qori tomonidan Madaminbek xoinlarcha o'ldiriladi. Millati uchun jonini fido qilgan yana qaysi insonlarni bilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Eng ko'p like to'plagan kommentariya uchun biz video chiqaramiz.